deyapman. To'xta menga qara. Eshityapsanmi? Qizim, qayerga ketyapsan? Timur akamnikiga. Nima? Oyi, men roziman. Nimaga rozisan? Timur akaga tegishga. Qanaqa chiroyli uylari bor. O'qimagan bo'lsa nima qilibdi? Maftuna, o'zingmisan? Uni sevmayman deb dod solgan kim? O'sha senmi, qizim? O'shanda ahmoq bo'lgan ekanman, oyi. Endi yoqib qolishdi. Shu yerga kelsam, ko'nglim qanaqadir tinchlanadi. Oyi, shu uy menga yoqyapti. Nima? Uyi yoqyapti? Uyi uchun yerga tegmoqchimisan? Oyi, chirib ketgan uyimizdan 1000 marta yaxshi-yu. Bular bizdan yaxshi yashashadi. Malikaladek mazza qilib yashayman. O'qib, dunyoni olarmidim. Maftuna, es-hushing joyidami? Qizim, seni tanimayapman. Jon qizim, meni qo'rqitma. Yur uyimizga. Yo'q, men shu yoqda ularning uyiga ketaman. Voy, meni bunaqa uyaltirma qizim. Uni ustiga yarim tun bo'lsa. Borishim kerak, oyi. Timur akamni ko'rgim kelyapti. Xo'p, mayli qizim, mayli. Agar shuni xohlayotgan bo'lsang, xo'p, sen aytgandek bo'la qolsin. Faqat fursati bilan olib kelamiz, xo'p? Yura qol qizim, uyga borib dadangdan duo olib chiqasan. Kelaman. Keyin yana kelaman. Ha, kelasan qizim, kelasan. Qizim, iltimos. Yana kelaman, oyi. Ha. O'tiribsizlarmi? Mana. Men sovuq pitsa yemayman, dada. Isitib ber shuni. Sovuq pitsa yemaydi bular. Xo'p. Shunaqa injiq bular. O. Ha? Nimaga erkalik qilyapsan? Iliq holda yesang nima qiladi? Senlarning niyating meni dadang bilan urushtirishmi? Ha? Yo'q. Biz sovuq ovqatlar yemaymiz. Ukamni tomog'i og'riydi. Pizzadan qachon tomoq og'rigan? Jonni olib kelganimizga, bo'lmasam och qolardinglar. Oyim bizga doim issiq ovqat qilib berardilar. Bizga hech ham sovuq ovqat bermaganlar. Sizlarni erkalab boshiga chiqarib olgan ekanda, ha? Bundan keyin men aytganim bo'ladi. Issiq holda bersam issiq yeysan, sovuq holda bersam sovuq yeysan. Dadangga bir narsa deb ko'rlaring, ikkalangni ham tilingni sug'urib olaman. Tushunarlimi? Ye. Ol. Bu tez. Tez ye. Imillamasdan.